Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Aymedim. Biokimyo kursi va bugungi mavzuyimiz bilirubin metabolizmi 2-qismi. Videoni ko'rishdan oldin bizning Instagram, YouTube hamda Telegram sahifalarimizga obuna bo'ling. Do'stlar, bugun sizlar bilan aynan bilirubin metabolizmi kasalliklari, ya'ni bilirubinni konsentratsiyasi oshadigan kasalliklar haqida, sindromlar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, darsimiz rejasi biz sizlar bilan demak bugun sariqlik haqida gaplashamiz. O'sha bilirubinni konsentratsiyasi oshadigan holati va pregepatik sariqlik, gepatik sariqlik va postgepatik sariqliklar haqida demak gaplashib o'tamiz. Boshladik. Demak, sariqlik o'zi nima? Demak, sariqlik bu teri, mana shu bizga masalan siz vrach bo'lib kasalda sariqlik ko'ryapsizmi? Masalan, terida, sklerasda shilliq qavatlarida sarg'ish holatiga kelyaptimi? Bu sariqlik deyiladi. Tushundingmi? Demak, bizda bilasizlar bilirubin bu nima? Bilirubin pigment. Endi agar deyapti, mana e'tibor beringlar. Umumiy bilirubin konsentratsiyasi 20 mikromol na litrdan ko'payib ketsa, ya'ni giperbilirubinemiya bo'lsa, hali sariqlik paydo bo'lmagan bo'lsa, demak bunda nima deymiz? Giperbilirubinemiya deymiz. Agar umumiy bilirubinning konsentratsiyasi 35-40 mikromol na litrdan agar ortib ketadigan bo'lsa, tagda o'zi bemorda sariqlik rivojlanadi. Tushundingmi? Sariqlik rivojlanar ekan. Ya'ni bemorda terisi sariq rangda, sklerasi birinchi o'rinda sklerada paydo bo'ladi. Aynan yavni biladigan joyimiz sklerada qarasangiz oq bo'lgan bo'ladi, keyin sarg'ishroq bo'lib qolgan bo'ladi. Sariqlikning to'qlik darajasi shu nimada ortib ketadi. Aynan sariqlik to'qlik darajasi mana shu holatda ortib ketadi. Masalan, pregepatik sariqlikda bunchalik darajada sariqlik bo'lmaydi. Misol uchun limon rangidagi sariqlik bo'lsa, ya'ni och sariq bo'lsa, mana bunda to'qroq bo'ladi. Bunda yanada to'qroq va yashil rangda bo'ladi. Sal yashil sarg'ish rangda bo'ladi. Tushundingmi? Demak, bizda sariqlik turlari 3 ga bo'lib olamiz. Buni pregepatik, gepatik va postgepatik sariqlik. Buni nimaga qarab 3 ga bo'lyapmiz? Bilasizlar, bizda birinchi bo'lib gemoglobindan nima hosil bo'ladi? Bog'lanmagan bilirubin hosil bo'ladi, Bog'lanmagan bilirubin hosil bo'ladi. Endi bog'lanmagan bilirubin jigarga boradi. Jigarga borib turib, demak nima bo'ladi? Bog'langan bilirubinga aylanadi. Ya'ni bilirubin glukuronid bog'langan bilirubinga aylandi va bu bilirubin nima qilish kerak? Bu bilirubin endi chiqib ketish kerak, o't tarkibida chiqib ketish kerak bo'ladi. Shunaqa. Demak, agar deyapti, e'tibor bering mana shu joyga, juda ham muhim joyi. Pregepatik sariqlik qachon deymiz desa, pregepatik sariqlik aynan mana shu jarayongacha bo'lgan joy, mana bu jarayongacha bo'lgan joyda bilirubinning konsentratsiyasi oshib ketyaptimi, nimadir sababga ko'ra, ya'ni mana bu bog'languncha bilirubin bog'languncha demak bilirubin konsentratsiyasi oshib ketyaptimi? Mana shunda biz pregepatik sariqlik deymiz. Tushundingmi? Qachon biz gepatik sariqlik deymiz desa, gepatik sariqlik mana shu jarayonda buzilish bo'lsa, ya'ni qanaqa buzilish demoqchimiz? Ya'ni umuman aytganda, masalan, gepatitis zararlanib qolsa, mana shu holatda gepatik sariqlik deymiz. Va postgepatik sariqlik, ya'ni jigardan keyingi deyapti. Ya'ni o'sha jigarda o'z vazifasini bajardi, bog'langan bilirubinni hosil qilib berdi, lekin uni o't bilan olib chiqib ketishi yo o'tga kirgizishi yoki o't bilan organizmdan olib chiqib ketishi qiyin bo'layotgan bo'lsa, o'sha bu postgepatik deyiladi. Tushundingmi? Demak, jigargacha bo'lgan, jigarda ichida bo'ladigan va jigardan keyingi bo'ladigan sariqlik deb shunaqa nomlab qo'yishgan. Buni albatta hozir ko'rasizlar, sabablarni va kasalliklar turlariga qaraganda jicha noto'g'ri keladi nomlari. Lekin umumiy olib qaraganda to'g'ri keladi desak bo'ladi. Umumiy olib qaraganda hozir ko'rasizlar, nomlari to'g'ri keladi. Ba'zi joylarda nomlari bilan mutanosib bo'lmay qoladi, to'g'ri kelmay qoladi. Endi sizlar bilan birinchi bo'lib pregepatik sariqlik haqida gaplashamiz. Pregepatik sariqlik yoki buni gemolitik sariqlik deyishadi. Shunaqa deyishgan. Xo'p, sabablari nima? Sabablari aynan birinchi o'rinda, mana sababini e'tibor bering, birinchi o'rinda eritrositlarning parchalanishini ortib ketishi holatlari. Ya'ni eritrositlar parchalansa gemoglobin ko'p bo'lsa, demak shuncha gemoglobin ko'p bo'lsa, shuncha nima bo'ladi? Bog'lanmagan bilirubin ortib ketyapti. Jarayon qayergacha bo'lyapti? Jigargacha bo'lyapti. Tushundingmi? Shuning uchun buni pregepatik deyapmiz. Endi gemoliz ko'p bo'lgani uchun buni gemolitik sariqlik deyapmiz. Demak, bilirubin konsentratsiyasi aynan bog'lanmagan bilirubin konsentratsiyasi
demak oshib ketar ekan. Tushundingmi? Bu eritrotsitni parchalanishi ortib kelganda shunaqa bo'ladi. Ya'ni eritrotsit parchalanadi. Ko'p parchalanishi hisobiga. Endi nima sababdan eritrotsit parchalanyapti? Bunga sabab tug'ma sferotsitoz bo'lishi mumkin. Tug'ma sferotsitoz deganda bizda masalan eritrotsitlar normada disksimon bo'lishadi, to'g'rimi? Disksimon shaklda bo'ladi. Ankerin degan aynan oqsil bor. Membrana oqsili, ya'ni eritrotsitning membranasi bo'lsa, membranasi shunaqa oqsil bo'ladi. Bu sitoskeletni membranada ushlab turadi. Ya'ni sitoskelet normal tursa, eritrotsitning shakli disksimon turadi. Agar ankerin yo'q bo'lsa, sitoskelet ham demak normal prochni turmaydi-da, ya'ni normal turmaydi. Natijada eritrotsit qanaqa shaklda egallab oladi? Sfera, ya'ni sferotsit shaklini egallab oladi. Disksimon shakldan sfera shakliga o'tib oladi. Bu sfera shaklidagi eritrotsit o'sha disksimon eritrotsitga nisbatan sal masalan qon tomirlarida yurganda kichik qon tomirlaridan o'tayotgan vaqtda parchalanib ketishlari yoki taloqqa borganda taloqda parchalanib ketishlari kuzatiladi. Shuning uchun nima bo'ladi? Gemoliz ko'payib ketar ekan. Tushundingmi? Va keyingi narsa bu glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza defitsiti. Demak, buni bilasizlar nimaga bunaqa bo'lishini. Glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza yetishmovchilik bo'lsa, demak glutation yetishmaydi va natijada organizmda nima aynan eritrotsitlarda rost ko'payib ketadi, ya'ni radikallar ko'payib ketadi. Radikallar ko'paysa, demak eritrotsit parchalanishi ortadi. Eritrotsit parchalanishi ortsa, gemoglobin ko'p, gemoglobin ko'p bo'lsa, bog'lanmagan bilirubin ham ko'p hosil bo'ladi. Tushundingmi? Va piruvatkinaza defitsitida-chi? Piruvatkinaza defitsitida endi nima bo'ladi? Bu yerda osmotik bosimda o'zgarish bo'ladi. Ya'ni aynan ATF yetishmovchiligi hisobiga nima bo'ladi? Gemoliz bo'ladi. Va chaqaloqlarda gemolitik kasalliklar degan nima bor? Shunaqa holat bor, ya'ni abo sistema bo'yicha yoki rezus konfliktlar hisobiga. Ya'ni ona va bola, onani demak bolaga nisbatan ishlab chiqarilgan antitenalari o'ldirib qo'yishi mumkin. Ya'ni onani bolaga nisbatan ishlab chiqarilgan antitenalari, ya'ni antitenalar borib eritrotsitni zararlasa, eritrotsit ko'p parchalanadi, ko'p parchalansa yana o'sha gemoglobin ko'p parchalanishi va bog'lanmagan bilirubin ko'p hosil bo'lishi bo'ladi. Bu eritrotsitlar parchalanishi ortib ketishi bilan kechadigan holat. Endi bilirubin konyugatsiyasi kamayib ketadigan holat ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkinchi holat nima ekan? Birinchi holat nima dedik? Birinchi holat bu eritrotsitlar parchalanishi hisobiga. Bu endi bilirubin konyugatsiyasi, ya'ni bilirubin mana gemoglobin normal bilirubin hosil qilyapti. Ya'ni normal miqdorda gemoglobin parchalanyapti har kuni. Har kuni aytaylik 5 ta gemoglobin parchalanib tursa, 5 ta bilirubin hosil bo'lib, ular nimaga borish kerak? Keyin jigarga borish kerak. 5 tasi ham. Jigarga borib keyin 5 ta diglyukuronid hosil qilish kerak. Diglyukuronid bilirubinni hosil qilish kerak. Endi mana shu yerda agar bilirubin konyugatsiyasi buzilsa nima bo'ladi? Ya'ni zararlanish qayerda hozir? Mana shu sxemamiz bo'yicha zararlanish mana bu yerda bo'lyapti. Zararlanish mana shu yerda ekan. Tushundingmi? Zararlanish bu yerda bo'lsa, bu bog'lanmagan bilirubin nima qiladi? Bog'lanmagan bilirubinda aynan bilirubin diglyukuronidga, ya'ni bog'langan bilirubinga aylanishi buzilyapti. Natijada bu bilirubin jigarda ortib ketadi, lekin jigarda bu turmaydi. Chunki bu lipofil deganmiz. Bu membranadan любой payt demak nima qila oladi? Chiqib keta oladi deganmiz. Demak bu nima qiladi? Bu chiqib ketib, qonda endi buning konsentratsiyasi oshib ketadi. Lekin e'tibor bering, gemoglobin normal konsentratsiyada parchalanib turibdi. Prosta bu yerda zararlanish mana bu yerda bo'lgani uchun bilirubinda bog'langan bilirubin konsentratsiyasi ortishiga olib kelyapti. Xo'p, bu kasalliklar qaysi kasalliklar? Xo'p, birinchi kasallik, ya'ni bilirubin konyugatsiyasi buzilishi bilan kechadigan kasallik. Birinchi kasalligimiz bu Gilbert kasalligi. Gilbert sindromi yoki kasallik sindrom desak to'g'riroq bo'ladi. Bu autosomal dominant kasallik. Xo'p, va bu yerda UDP glykuron transferazi fermenti yetishmayapti ekan. Tushundingmi? Ya'ni nima yetishmayapti? Mana bu ferment yetishmayapti ekan. Shuning uchun mana bu bog'langanga aylana olmayapti. Va bu yerda e'tibor bering, qisman yetishmovchilik bo'lyapti. Va bu ko'p uchraydi va xavfsiz deyapti. Bu qisman deyapti. Tushundingmi? Ya'ni bu yerda aytaylik 5 ta bilirubin kelsa bog'lanmagan, 3 tasi aylanmaydi, faqat 2 tasi aylanadi xolos. Ya'ni qisman deganda aynan bu ferment bor, aktiv va noaktiv holatda sinchlanayotgan bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Endi keyingi holat bu Krigler-Najar sindromi. Krigler-Najar sindromi bunda ham nima bo'lmaydi?
UDP glykuron transferaza fermenti yetishmovchiligi bo'ladi. No bunda o'zi umuman yetishmaydi. Вообще ferment nima bo'ladi? Fermentni defitsiti umuman yuqori darajada bo'ladi. Ya'ni 5 ta bilirubin kelsa, 4 tasi demak bog'langanga aylanmaydi va bittasi bog'langanga aylanadi xolos. Tushunarlimi? Ya'ni bizda Krigler-Najjar sindromini o'zi yana turlari bor buni. Krigler-Najjarda ya'ni qanaqa turlari bor desak, aynan birinchi hamda ikkinchi tipli turlari bor. Birinchi tipi qanaqa desak, birinchi tipida bu aynan fermentni yetishmovchilik darajasiga qaraganda, birinchi tipda ferment yetishmovchiligi umuman ferment yo'q bo'ladi. Umuman ferment nima bo'ladi? Ferment 0. Ya'ni ferment umuman yo'q. Ikkinchi daraja, ikkinchi tipda ayting. Daraja emas, ikkinchi tipda demoqchi edik. Ikkinchi tipda bunda nepolniy defitsit bo'ladi. Ya'ni ferment bor, lekin hozirgi aytganimizdek, misol uchun 5 ta bilirubin kelsa, faqat bittasi bog'langan bilirubinga aylanadi xolos. Endi Gilbert kasalligidan mana bu tipi qanaqa farqi bor desak, Gilbert kasalligidan nisbatan yaxshiroq. 5 tasi kelsa, 3 tasi aylanayotganda, 2 tasi aylanmayotganda. Tushunarlimi? Ya'ni ikkita bog'langan bilirubin hosil bo'lmay turadi. Bunda esa endi 5 tadan faqat bittasi bog'langan bilirubinni hosil qila olyapti xolos. Tushunarlimi? Demak, mana bu eng yomoni mana bu Krigler-Najjar sindromining birinchi tipi hisoblanadi. Bu yerda o'sha mana shu ferment yetishmovchiligi kuzatiladi va bu yerda o'sha sразу nima qilish kerak? Davosi nima desak, davosi jigar transplantatsiya qilmasa bemor o'lib qoladi. Ya'ni bola yoshligidan o'sha o'lib qoladi. Chunki bular hammasi genetik kasalliklar. Bular yoshligidan, ya'ni tug'ilganidanoq o'sha sariqliklar kelib chiqadi. Faqat mana bu tipida va Gilbert kasalligida sariqlik sal keyinroq rivojlanishi mumkin. Misol uchun 20 yoshda, 30 yoshda rivojlanishi mumkin va hokazo. Lekin mana bu Gilbert Krigler-Najjarda birinchi tipi bo'ladigan bo'lsa, bunda umuman ferment yo'q. Bilirubin umuman nima qila olmayapti? Bilirubin diglyukuronidga, ya'ni bog'langan bilirubin hosil qila olmayapti. Endi bog'lanmagan bilirubin aytganimiz qayerga birinchi o'rinda zarar keltiradi? Birinchi o'rinda aynan miyaga zarar keltiradi. Miyani nima qiladi? Miyani zararlaydi. Shuning uchun ham tez jigar transplantatsiyasi qilmasa, bu bola o'lib qoladi. Tushunarli? Va keyingi kasalligimiz bu Gray baby sindromi. Gray baby sindromi nima degani desak, Gray baby sindromida aynan xloramfenikol va xloramfenikol hisobiga bo'ladi. Ya'ni xloramfenikol shu sintomitsin, levomitsinlar zaharlanish hisobiga bo'ladi. Ya'ni yangi tug'ilgan bolaga demak xloramfenikol shunaqa dorilar berilsa, u dorilar organizmda o'zini vazifasini bajaradi. Endi nima qiladi? Jigarda endi metabolizm bo'lish kerak bo'ladi. Metabolizmi nima orqali bo'ladi desak, mana bu ferment orqali bo'ladi. Ya'ni UDP glykuron transferaza orqali bo'ladi. Lekin yangi tug'ilgan chaqaloqlarda bu UDP glykuron transferaza yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Ya'ni hali ferment yetishmaydi. Hali dorini metabolizm qilishga hali yetishmaydi-da. Shuning uchun bu xloramfenikolning konsentratsiyasi ortib ketadi va jigarda zararlashni boshlaydi va natijada bemorda sariqlik kelib chiqadi. Ya'ni jigar zararlansa, bilirubin nima qila olmaydi? Bilirubin aynan bog'lanmagan bilirubinga aylana olmaydi. Natijada jigar zararlanadi va bog'lanmagan bilirubin yana konsentratsiyasi oshib ketadi. Ya'ni jigarda zararlab qo'yapti xloramfenikol. Tushunarlimi? Va xloramfenikol ma'lum miqdori metabolizm bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni UDP glykuron transferaza orqali. Va shuning uchun ham UDP glykuron transferaza bilirubinni metabolizm qilishga yetmay qoladi. Faqat dorini metabolizm qiladi va mana buni yetmay qoladi. Va bundan tashqari bu ba'zi birlari xloramfenikolda ko'pchiligi masalan 100 ta xloramfenikol bo'lsa, faqat aytaylik 10 tasi metabolizm bo'lyapti o'sha ferment orqali va 90 tasi metabolizm bo'lmasdan jigarda zararlayapti va boshqa organlar zararlaydi. Shuning uchun buni Gray baby sindromi deyiladi. Xo'p, miya bunda o'sha bola demak gray bo'ladi, ya'ni o'sha umuman bolada ko'rsak kulrang rangli shunaqa holatda bo'lib qoladi. Xo'p, demak bo'ldi. Tushunarli. Demak, hozir nimani ko'rdik sizlar bilan? Aynan birinchi turdagi o'sha sariqlikni ko'rdik.
bu sariqlikda demak nima ko'p bo'ldi? Laborator analizlarni ko'rsak, laborator analizda birinchi o'rinda qonda nimalar kechadi, shuni ko'rsak, qonda demak nima o'zgarishlar bo'ladi? Xo'p, qonda demak birinchi o'rinda qonda nima bo'lyapti? Aynan gemolitik sariqlikka nisbatan olsak, mana shu laborator analizlar sal to'g'riroq bo'ladi. Gemolitik sariqlik bo'lsa, ya'ni o'sha boshidagi aytgan gemoglobin parchalanishi bilan bog'liq kasallikda aytsak, demak, unda nima bo'ladi? Gematokrit past. Gematokrit nima bo'lyapti? Past bo'lyapti, chunki gemoliz bo'lyapti. Gemolizlar hisobiga eritrositlar ham kam. Gemoglobin konsentratsiyasi ham past. Hop, parchalanishi yuqori chunki va umumiy bilirubin konsentratsiyasi ortgan. Hop, nima hisobiga ortyapti? Hop, nima hisobiga ortyapti desak, mana aytganda umumiy bilirubin ortgan va bilirubinda ortishiga sabab bo'layotgan narsa bu demak bog'lanmagan bilirubin konsentratsiyasi ortib ketyapti. Lekin bog'langan bilirubin esa konsentratsiyasi norma. Ya'ni qondagi konsentratsiyasi deyapmiz. E'tibor bering, qondagi konsentratsiyasi. Va urobilinagen konsentratsiyasi esa bu yerda yuqori. Urobilnagenda agar qonda tekshirib bo'lsa, urobilinagen konsentratsiyasi yuqori. Va ALT ASTlarchi, ya'ni o'sha ALT ASTlar bular bilasizlar, jigarda va boshqa demak organlarda ko'rsatilgan ferment. ALT AST bu norma, chunki gemolitik sariqlik deganimizda aynan sababi mana bu bo'lsa, mana bular bo'lsa, bunda nima bo'lmayapti? Jigar zararlanmayapti. Tushundingmi? Jigar zararlanmayapti-da, shuning uchun ALT AST norma deb turamiz. Va alkalin fosfataza degan fermentimiz bor va gamma glutamil transferaza degan fermentlar bor. Bular qayerda turadi desak, bular o'sha o't qopi bor. O't qopiga kelguncha jigarda aynan mana bu jigar desak, jigarda ham nima bor? Jigarda ichida ham o't yo'llari bor, O't yo'llaridagi o'sha demak nimalar bor bizda? Epiteliyotitlar bor. O'sha epiteliyotitlar tarkibida mana shu fermentlar bo'ladi. Ya'ni mana bu fermentlar mana bu epiteliyotitlar tarkibida bo'ladi-da. Endi hozir mana shu hujayralar zararlansa, keyin qonga chiqadi bu narsalar. Zararlanmasa chiqmaydi. Hozir bular zararlanyaptimi? O'tda qanaqadir muammo bor dedikmi? Yo'q, muammo yo'q. Demak, buni nima ekan? ALP va GGT bular normada bo'ladi. Va endi siylikda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Va qonda yana bitta o'zgarish, aynan gemoglobin kamligi hisobiga aynan gemoglobin kam deganimizda aynan eritrositlar, ya'ni normal eritrositlar ichiga nisbatan olinadi gemoglobinda. Gaptoglobin ham kam, sababi gaptoglobin nima qilyapti? Gaptoglobin o'sha parchalanayotgan eritrositlardan gemoglobinni olib, demak transport qilayotgan nima edi? Transportyor edi. Bu endi gaptoglobin ham kamayadi, sababi bo'sh gaptoglobin kamayib qoladi. Va bundan tashqari siylikda qanaqa analiz bo'ladi? Siylikda analizi, endi e'tibor bering siylikka analizini. Siylikda analizi bizda aynan urobilin ortib ketadi. Siylikda urobilin konsentratsiyasi ortib ketadi va siylikda gemoglobinuriya bo'ladi, chunki gemoglobin parchalanyapti. Aynan eritrosit parchalanyapti, qonga gemoglobin ko'p chiqyapti-da va buyraklar orqali gemoglobin ham chiqib ketyapti. Demak, gemoglobin uriya bo'lyapti. Xo'p. Bo'ldi. Siylikda shu. Siylikda lekin bilirubinda masalan bog'langan yoki bog'lanmagan bilirubin bo'lmaydi. Tushundingmi mana? Bog'langan yoki bog'lanmagan bilirubin bo'lmaydi ekan. Xo'p. Va endi nimadachi? Aynan bizda najas tarkibida, ya'ni kal tarkibida qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti desa, bu yerda endi sterkobilin ham ortgan bo'ladi. Sterkobilin ortgan. Nimaga ortyapti? Masalan, urobilinagen, sterkobilinagen nimaga ortyapti desak, sababi mana e'tibor beringlar. Biz aytyapmiz mana bu yerda gemoglobin parchalanishi ko'p deyapmiz. Demak, bog'lanmagan bilirubin ham ko'p. Bog'lanmagan bilirubin ko'p bo'lsa, demak bog'langan bilirubin ham ko'p. Lekin bog'langan bilirubin ko'p bo'lgani bilan qonga chiqib ketmaydi-da. Qayerga chiqib ketadi bu? Aynan o'tga chiqib ketadi. O'tga kirib ketib, o'tdan keyin u ichakda endi nima qiladi? Urobilinagen hosil qiladi. Urobilinagen ham ortadi. Sabab bu ortgan, bu ham ortadi va sterkobilinagen ham
sterkobilinaga ham nima qilyapti? Ortyapti. Nima sabab? Chunki boshida mana bunday, ya'ni hammasi ortyapti. Umuman bog'lanmagan bilirubin ortdimi? Dalishi jarayonlar norma bo'lsa, mana shu qolgan bilirubinlarning demak turlari ham nima bo'ladi? Ortib ketadi. Ya'ni metabolitlari ham ortib ketadi. Tushundingmi? Laborator analizlar shu. Bu nimaga dedik? Bu gemolitik sariqlik. Ya'ni hozir aytgan pregepatik sariqlikda ikkita sababi bor ekan. Birinchisi gemolizlar sababli va ikkinchisi ferment yetishmovchiligi sababli ekan. Hozir biz sizlar bilan mana shu birinchi ya'ni o'sha pregepatik sariqlikda gemoliz bilan bog'liq laborator analizlarni ko'rib chiqdik. Bo'ldi. Endi sizlar bilan hepatik, ya'ni gepatik sariqlik, ya'ni parenximatoz sariqlik haqida gaplashamiz. Bu yerda endi urg'uni qayerga beramiz? Urg'uni endi jigarga beramiz. Jigarda qanaqadir o'zgarish bo'lyapti ekan. Xo'p, demak, bu yerda endi sababi nima desa, faqat jigar zararlanishi bo'ladi. Ya'ni nimadir sababli, ya'ni qanaqadir jigar kasalliklari bor ekan, unda jigar kasalliklari nima bo'ladi? Aynan jigarda demak gepatitlarni nima qilar ekan? Gepatitlarni o'ldirar ekan. Tushundingmi? Gepatitlar o'lar ekan. Endi virusli gepatitlar, alkogolizm va jigar sirrozi, mana shu holatlarda gepatitlar o'limi ko'p bo'ladi va bu yerda hozir jarayon qayerda buzilyapti? Mana bu sxemamiz bo'yicha jarayon endi mana bu yerda buzilyapti. Mana bu yerda buzilyapti. Tushundingmi? Ya'ni bu yerda endi ferment nimalar ferment bilan bog'liq emas, lekin aynan fermentlar bilan bog'liq emas. Bu yerda aynan bu boshqa, ya'ni tashqi omillar, misol uchun virus kelyapti yoki alkogol ichib jigarda zarar topib qo'yapti. Mana shunda demak biz nima deymiz? Parenximatoz sariqlik deymiz. Endi e'tibor beringlar, bu yerda nima jarayon bo'lyapti? Xo'p, qaysi bilirubinlar ortib ketadi bu yerda? Qaysi bilirubin ortib ketadi desak, bilirubinni bog'lanmagan boshida shunaqa bo'ladi. Ya'ni boshida va o'rta darajalarda bilirubin bog'lanmagan va bilirubin bog'langan ham ortib ketadi. Bog'langan ham ortib ketadi. Ikkalasi ham ortib ketadi boshida. Ya'ni bir xil ortadi. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Boshida bunaqa bo'lib, keyinchalik aynan bog'langan bilirubin bog'langan umuman normaga, keyin esa umuman kamayib qoladi. Keyin bog'lanmagan bilirubin esa ortib ketaveradi. Xo'p, nimaga bunaqa bo'lyapti? Boshida e'tibor beringlar, gepatitlar zararlanishi hisobiga deyapmiz hozir. Mana bu yerda tushira olaylikda. Mana. Demak, mana bunga hozir sharh beramiz. E'tibor beringlar. Bu yerda nima deyapmiz? Bog'langan bilirubin gepatitit o'ladi deyapmiz, ha? Boshida nima bo'ladi? Gepatitlar aytaylik 100 ta gepatitit bor mana. Aytaylik mana. Yo'q. Mana 8 ta boshida gepatitit bor edi. Endi bizda nima qilyapti? Bizda haligi bog'lanmagan bilirubin kirib, nima qilyapti? Bog'langanga aylanib chiqib ketayotgandi, to'g'rimi? Ya'ni o't tarkibida chiqib ketayotgandi. Endi mana shu yerda hozir gepatitlar o'lib qolsa, mana gepatitlar o'lib qoldi deylik. Bu gepatitlar o'ladi deganda, sizlar butun gepatitlar o'ladi deb o'ylamanglar. Ya'ni mana bu kasalliklar hisobiga jigarda hamma butun gepatitlar o'lib qoladi deb o'ylamanglar. Tushundingmi? Ya'ni shunchasi o'lyapti, shu o'lgani hisobiga mana bu yerga kelib bog'lanish kerak bo'lgan bilirubin kelyapti-da, qarasa gepatitlar o'lgan, yana qaytib qonga chiqib ketadi. Shuning uchun bog'lanmagan bilirubin ortib ketyapti. Endi nimaga mana ortyapti? Sababi bizda hali nima bor? Hali bizda mana bu gepatitlar bor. Ya'ni hali bizda nima bor? Sog' gepatitlar bor. Shuning uchun bog'lanmagan bilirubin ko'payib ketsa ham, bular bu yerga kiradida va bog'langan bilirubin konsentratsiyasini oshiradi. Tushundingmi? Va bundan tashqari mana bu yerda gepatitlar o'ldi deganimizda, gepatitlarda aytaylik mana bu o'lishidan oldin gepatitit bog'langan bilirubinni hosil qilib qo'ygan bo'lishi mumkin va o'lgandan keyin qonga endi chiqib ketayotgan bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Ya'ni sababi nima bo'lyapti hozir? Bog'lanmagan bilirubinni ortib ketishiga sabab bu birinchi o'rinda gepatitit o'lyapti. Endi uni metabolizm qiladigan hujayra yo'q. Ya'ni jigarga kiryapti-da, jigarga kirishga o'sbet qilmayapti. O'sha gepatitga kirishga o'sbet qilmayapti, shuning uchun ortib ketyapti konsentratsiyasi. Endi kirishga o'sbet qilgani va endi bog'langan bilirubin olganda gepatit shunday parchalanib ketyapti. Mana bu konsentratsiya shuning uchun ortib ketyapti. Ya'ni gepatit o'lgan bitta gepatit turibdi. Unga o'sha tashqaridan bilirubin keldi, u endi metabolizm bo'ldi
mana bu bog'langan bilirubin hosil qildi, lekin bu yerdan virus yoki alkogol yoki yana boshqa sabablar kelib turib gepatitni o'ldirib qo'yapti-da va shuning uchun nima bo'lyapti? Bog'langan bilirubin qonga chiqib ketyapti, ortib ketyapti. Tushundingmi? Va mana shularning konsentratsiyasi, ya'ni mana bu gepatitlar o'lishi ortaversa, ya'ni surunkali ravishda ortaversa, oxiri nima bo'lmaydi? Normal gepatit qolmaydi. Normal gepatit oxiri qolmasa, nima bo'ladi endi? Umuman, ya'ni gepatitga bilirubin kira olmaydi. Natijada bilirubin konsentratsiyasi ortib yuraveradi. Ya'ni bog'lanmagan bilirubin konsentratsiyasi ortadi. Bog'langan bilirubin hosil bo'lmaydi. Sababi bog'lanish uchun gepatit kerak edi. Yo'q, gepatit sekin nima qiladi? Aynan o'lib ketyapti. Shuning uchun mana buni birinchi normaga keyinchalik yana pasayib qolishi bo'ladi. Sizlar shundan qo'rqinglar. Agar masalan jigar kasalligi, virus gepatit bo'lsa, ko'rdik, bog'langan ham ortgan bo'lsa, bu hali boshlang'ich ekan. Lekin bog'lanmagan ortyapti va bu norma turgan bo'lsa, lekin jigar zararlanayotgan bo'lsa, boshqa sabab topmadingiz. Demak, o'shanda o'sha qo'rqinglar. Endi bog'lanmagan ortib, bog'lan konsentratsiyasi umuman yo'q bo'lsa, yana bu norma bo'lishi ham mumkin, norma bo'lishi mumkin. Bu yanada qo'rqinchli bo'ladi, chunki gepatit vobshe zararlanib, gepatit soni vobshe kamayib ketayotgan dalolat beradi. Xo'p, laborator analizlarga e'tibor beramiz endi. Laborator analizlarda nima bo'lyapti? Mana bu chekadagi rasmlarga, ya'ni sxemalarga e'tibor beringlar. Pauza qilib videoni. Juda ham kerakli sxemalar keltirilgan bu yerda. Demak, parenximatoz sariqlikda nima bo'lyapti? Parenximatoz sariqlikda demak qondagi analizlar. Xo'p, gematokrit o'zgaryaptimi? Ya'ni hozirgi sababi eritrosit bilan bog'liqmi? Yo'q, eritrosit bilan bog'liq emas. Bu norma bo'ladi. Xo'p, gemoglobin bilan bog'liqmi? Yo'q, gemoglobin ham norma bo'ladi. Xo'p, va bizda bilirubin konsentratsiyasi, ya'ni umumiy bilirubin konsentratsiyasi ortyaptimi? Da, ortyapti. Nima sababdan ortyapti? Bunga sabab ham bog'lanmagan ortgan, ham bog'langan ham ortgan. Tushundingmi? Ya'ni ikkalasi ham ortgan. Shuni hisobiga bo'lyapti. Va endi e'tibor bering, bizda sidikda, sidik emas, aynan ALT ASTlar o'zgaryaptimi? ALT AST o'zgaryaptimi? Da, ortyapti. Sababi ya'ni gepatit o'lyapti, uning ichidagi transferazalar ham ortib ketyapti. Tushundingmi? Va urobilinogen qonda biron nima o'zgaryaptimi? Urobilinogen norma yoki sal kamaygan bo'ladi. Norma yoki sal kamaygan. Sababi gepatitlar o'lyapti va gepatitlar o'lishi hisobiga bog'lanmagan bilirubin, bu umuman parenximatoz sariqlikda bog'lanmagan bilirubin o'tga kirib turadi. Lekin uni asosiy qismlardan asosiy konsentratsiyasi qonga o'tib ketib qoladi. Sabab gepatit o'lgandan keyin u qonga o'tib ketib qolyapti. Tushundingmi? Normal hali o'lmagan gepatitlar esa o'sha bog'lanmagan bilirubinni to'g'ri nima qilyapti? O'sha demak safro tarkibiga haydab turibdi hali ham. Shuning uchun urobilinogen yo normada bo'ladi deyapmiz, yo kamayib ketgan bo'ladi deyapmiz. Tushundingmi? Va keyingi narsa-chi? Keyingi narsa alkalin fosfataza va gamma glutamil transferaza. Bular konsentratsiyasi o'zgaradimi? Bular nisbatan jicha ortadi. Jicha. Bu ko'p emas. Agar keyingi hozir sariqlikka agar solishtiradigan bo'lsak, bu yerda ortadi. Nisbatan kamroq bo'ladi, lekin ortgan bo'ladi. Normadan o'zgargan bo'ladi. Qachon bo'ladi desak, qachonki jigarda surunkali zararlanish bo'lsa, jigar nima bo'lsa, surunkali zararlanishi kuzatilsa, jigarda strukturasi ham o'zgarib qoladi. Misol uchun mana bu normada shunaqa strukturasi bo'lsa, keyin bu aytaylik bujmayib qolishi mumkin. Tushundingmi? Bujmayib qolsa, ya'ni mana bu yerda ichidagi o'sha nimalarda aynan o't yo'llarini qisib qo'yish mumkin. Qisib qo'yish hisobiga u yerdagi o't yo'llarini qisib qo'yishsa, u yerdagi hujayralar o'ladi, hujayralar o'lsa, mana bular chiqib ketadi. Shu hisobiga bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Xo'p, endi jigar zararlanyapti. Agar surunkali shunaqa zararlanaversa, yana qanaqa o'zgarishlar bo'ladi desak, surunkali zararlanaversa, albumin konsentratsiyasi kamayib qoladi. Sababi jigar albuminni sintezlayotganda, endi surunkali zararlanaversa, gepatit kam, albumin sintezlayotgan odam yo'q, ya'ni gepatit yo'q. Shuning uchun ortib kamayib ketadi. Va gemostazda partiyalar rivojlanishi mumkin, ya'ni gemostaz zararlanishi mumkin.
Bu aynan nima hisobiga kelsa, jigarda bitta vazifalardan bittasi bu nima? Aynan qon o'sishida omillarni hosil qilish. Shuning uchun kamayib ketadi deb aytyapmiz. Surunkali zararlanuvchi, masalan, jigar sirroziga xos bu narsalar. Tushundingmi? Lekin bizda asosiy mana o'zgarishlar mana. Va endi sidikda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Sidikda endi o'zgarishimiz, xo'p. Sidikda nima o'zgarish bo'ladi? Sidikda endi nima ortyapti? Mana bog'langan bilirubin ham ko'payib ketyaptimi qonda? Demak, bu sidik bilan chiqib ketadi. Normada bilirubin bo'larmidi? Bilirubin, ya'ni bog'langan yo bog'lanmagan bilirubin sidikda bo'larmidi? Yo'q. Bog'langan bilirubin faqat o't bilan chiqib ketishi kerak edi. Lekin hozir gepatosit o'lyapti. Ichidagi bog'langan bilirubin ham qonga chiqib ketyapti va shuning uchun ham nima bo'lyapti? Sidikda bog'langan, e'tibor bering, bog'langan deyapmiz, bog'langan bilirubin ortib ketgan. Hop, bog'langan bilirubin ortib ketyapti. Shu hisobiga mana shu bog'langan bilirubin bo'lgani uchun sidikda rangi jicha to'qroq rangda egallaydi. Masalan, piva rangi deyiladi, to'qroq. Piva rangiga o'xshab qoladi. Shunaqa. Va endi bizda najasda qanaqa o'zgarish bo'lyapti? Najasda nima o'zgarish bo'lyapti desak, najasda endi haligi bog'langan bilirubinda asosiy qismi qonga chiqib ketib va qolgan qismi o'tga kirayotgani hisobiga, ya'ni o'tga kam kirayotgani hisobiga sterkobilin konsentratsiyasi ham nima bo'ladi? Sterkobilin konsentratsiyasi ham kamaygan bo'ladi nisbatan. Nisbatan nima bo'ladi? Kamaygan bo'ladi. Normaga nisbatan olganda, demak kamaygan bo'lar ekan. Va shuning uchun ham masalan virusli gepatit bo'lsa, aynan najas rangida jicha o'zgarish bo'ladi. Ya'ni najas rangi ochroq, sal rangsizroq bo'lib qoladi. Najas rangi. Tushunarlimi? Xo'p. Endi postgepatik sariqlik. Ya'ni yoki buni avval bu hammasi avvalgi nomlar, nima qilmanglar? Postgepatik yoki mexanik sariqlik deyiladi. Lekin hozirgacha bu aktual nomda aytiladi, shu nomda aytiladi. Bu yerda endi sabablari nima bo'lyapti? Kelib chiqish sababiga ko'ra ikki xil bo'ladi, e'tibor bering. Kelib chiqish sababiga ko'ra, ya'ni etiologiyasiga ko'ra ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchi sababi, ya'ni bu mexanik sariqlikka, ya'ni nomiga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi sababini hozir gaplashamiz. O'sha sababida mexanik sariqlikka to'g'ri keladi nomiga. Bu yerda birinchi sabab nima bo'lyapti? Birinchi sabab kanalikular membrana transport yetishmovchiligida hisobiga. Ya'ni bu yerda gepatosit aynan bizda o'tga nima qila olmayapti? O'tga mana shu bilirubinni bog'langan bilirubinni chiqarib yubora olmayapti. Mana bu jarayonlar hammasi to'g'ri ketadi. Ya'ni mana shu yergacha to'g'ri, mana shu yergacha to'g'ri, hammasi norma ketadi. Lekin mana bu endi bilirubin diglyukuronidda gepatosit nima qila olmaydi? Gepatosit o'tga kirgiza olmaydi. Ya'ni jarayon qayerda buzilyapti ekan? Jarayon mana bu yerda buzilyapti. Tushundingmi? Jarayon mana shu yerda buzilyapti ekan. Xo'p, endi buni turlari bor. Qanaqa turlari bor desak, bizda demak Dabin-Jonson sindromi bor hamda Rotor sindromi bor. Xo'p, Dabin-Jonson sindromida hozir sababini, ya'ni yana patogenezini yaxshilab tushuntirib ketaman. Va mayli, hozir birga aytib ketsa yaxshi bo'lar ekan. Va Rotor sindromi bor deyapmiz. E'tibor beringlar mana bu joyga. Bu demak gepatosit, mana demak gepatosit, mana bu demak apikal qismi, gepatotitda bu esa bazal qismi. Bazal qismi demak nima qiladi? Bazal qismida mana bu transporterlar bo'ladi, mana. Bunaqa transporterlar bo'ladi. Buni endi hozir rashifrovka qilib o'tirmaymiz-da. Masalan, bizga hozir keragi mana bu multiple drug resistant protein deyiladi. Multiple drug resistant protein. Ya'ni bular bilirubinni, bog'langan bilirubinni aynan o'tga kirgizishdan tashqari yana dorilarni ham o'tga kirgizishda yordam beradi. Shu transporter orqali chiqib ketadi. Shuning uchun multiple drug resistant protein deyapti. Xo'p, endi bizda nima bo'lyapti? Dabin-Jonson sindromida nima bo'ladi? Dabin-Jonson sindromida bizda mana shu multiple drug resistant protein yetishmaydi. Ya'ni mana shu yetishmovchilik bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni bizda bog'lanmagan bilirubin kelyapti, mana bog'lanmagan unconjugated bilirubin kelyapti-da, bog'langan bilirubinga, ya'ni bilirubin glyukuronidga aylanyapti. Bo'ldi, bu yerda hech qanaqa zararlanish yo'q bu yerda hozir. Lekin zararlanish qayerda bor endi? Mana bu yerda o'tib ketaman desa, ya'ni aynan o't bilan o'tib ketaman desa, bog'langan bilirubin o'tib keta olmayapti. Tushundingmi? Bog'langan bilirubin o'tib keta olmayapti-da, shuning uchun buni konsentratsiyasi ortib ketib, bu birinchidan jigarda o'zida konsentratsiyasini orttirib yuboradi. Jigarda konsentratsiyasini orttirib yuboradi. Ya'ni jigarda ichidagi gepatosit ichida to'lib ketadi va
ba'zi gepatatitlar o'lib qolsa, masalan, ya'ni естественно o'lim bo'lib tursa, masalan, regeneratsiya qilib turadi-ku nimalar, gepatatitlar. Shunaqa bo'lib turadigan bo'lsa, bu bog'langan bilirubin nima qiladi? Bog'langan bilirubin qonga chiqib ketib qoladi va qonda buni konsentratsiyasini, ya'ni bog'lanmagan bilirubin konsentratsiyasi, magan bilirubin norma, lekin bog'langan konsentratsiyasi endi ortyapti. Tushundingmi? Sabab o'tga chiqara olmayapti. Unga nima bo'lyapti? Mana bu transporter sintezi buzilgan gepatatitlarda. Tushundingmi? Lekin bu kasallikda e'tibor beringlar, baribir nisbatan chiqib turar ekan. Tushundingmi? Shuning uchun aytayaptiki, mana e'tibor bering. Bu autosomal retsessiv kasallik bog'langan bilirubinda jigardan o'tga ekskretsiyasi kamayadi deyapti. Va bu narsa simptomsiz. Jigar qorayadi deyapti. Sababi bog'langan bilirubin bu qoraroq pigment hisoblanadi. Shuning uchun jigarda agar masalan, mabodo mana shu kasal operatsiya bo'ladigan bo'lsa, jigari masalan, jigarni transplantatsiya qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, jigarda ko'rganingizda qoraroq bo'ladi. Tushundingmi? Va davolash shart emas. Bu unchalik davolashga shart emas. Ya'ni bu nisbatan olib qaraganda yaxshi sifatli kasallik desa bo'ladi. Shunaqa. Va keyingi kasalligimiz bu Rotor sindromi. Bu ham Dabin-Jonsonga o'xshaydi, lekin jigar qoraymaydi. Shuni farq qiladi. Xo'p, bu nima degani? Aynan bizda mana e'tibor beringlar. Hozir yana o'chirib yuboraman, mana shu yerda tozalab yuboramiz. Xo'p, bu yerda endi nima bo'lyapti? Rotor sindromida endi mana bu yerda buzilish bo'ladi. Bu yerda buzilish bo'ladi. Nima bo'lardi? Bu nimaga kerak edi? Bizda bog'langan bilirubin chiqib turib, bog'langan bilirubin chiqardida, ya'ni gepatatitdan chiqib turib yana qayta kirardi. Uzr, bu yerda emas, hozir adashtirib yubordim. Mana bu yerda zararlanish bo'ladi mana. Bog'langan bilirubin chiqardi gepatatitdan va interstisiyaga chiqib turib, interstisiydan yana qaytib nima qilardi? Jigarga kiradi. Yoki qonda, misol uchun, qonda mana shu bog'langan bilirubin bo'lsa, bu bog'langan bilirubin gepatatitga kiraman desa, mana shu orqali kiradi. Mana shu transporter orqali kiradi-da, mana shu transporter yordamida kirardi. Va kirgandan keyin o'sha mana bu yordamida demak chiqib ketardi. Lekin hozir ma'lum qismi bilirubin glukuronidni mana chiqyapti, interstisiyaga chiqyapti. Interstisiyaga chiqqandan keyin yana qaytib kiraman desa, endi yo'l yo'q. Yo'l eshik bitta tomondan ochiq, lekin bu faqat tashqariga ochiladi. Lekin ichkariga ochiladigan eshigimiz aynan yopiq. Yopiq bo'lgandan keyin endi nima qiladi bu? Qonga chiqib ketadi. Qonda konsentratsiyasi nima bo'ladi? Aynan bilirubin, bog'langan bilirubin konsentratsiyasi ortadi. Endi bog'lanmagan bilirubin konsentratsiyasi-chi, bunda ham norma bo'ladi. Tushundingmi? Bu yerda bog'lanmagan bilan hech qanaqa ishimiz yo'q. Faqat bog'langan ortyapti. Tushundingmi? Va misol uchun bilirubin glukuronidni demak nima orqali aynan o'tga chiqib ketishi, bu yerda buzilishi bo'lyapti. Tushundingmi? Lekin ma'lum qismi baribir o'tib ketadi. Shuning uchun bular bu kasalliklarda unchalik yomon emas. Sababi bu yerda nima bo'lyapti? Baribir bilirubin, bog'lanmagan bilirubin bog'langanga aylanayotgani eng katta bizga yutuq. Chunki bizda qaysi bilirubin yomon edi? Mana bu bilirubin yomon edi. Tushundingmi? Endi bu yerda yana ko'rib olasizlar, bir-biri bilan Dabin-Jonson bilan Rotor sindromini farqlarini yozib ketgan. Xo'p, endi mana bunisi bu yomon endi o'sha. O't suyuqligining chiqishi buzilyapti. Hozirgi o'sha sabablardan bittasi, ya'ni bizdagi o'sha postgepatik sariqlikda bitta sababi, yana bitta sababi bu nima desak, o't suyuqligining chiqishi buzilyapti. Ya'ni to'g'ri, mana bu bog'langan bilirubin o'tga kirgizilyapti, lekin o'tdan endi ichakka tusha olmayapti. Yana bu problemada mana. Mana bu narsa buzilyapti endi. O'tdan nima qilyapti? O'tdan ichakka tushib buzilyapti. Bundan oldingisida nima edi? Gepatatitdan o'tga o'tishi buzilgandi. Endi hozir nima bo'lyapti? Bu o't suyuqligining chiqishi buzilishi deganda, aynan o't nimadir sababli o'tda qolib ketyapti. Ya'ni o't ichakka quyilmayapti nimagadir sababli. Bu nimaga sabab? Nima sababli bo'lishi mumkin? Masalan, anatomiyaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana bu xolidoh, bu demak o't qopi, bu esa o'sha jigardan kelayotgan gepatik demak gepatik anaqa sasut bo'lyapti. Endi bu yerda o't yo'llarida tosh turib qolishi hisobiga bo'lishi mumkin. Ya'ni o't yo'llarida qanaqadir tosh tiqilib qolishi, yo bu yerda yoki mana bu yerda bo'lishi mumkin. Endi bular tiqilib qolsa, nima bo'ladi? O't qayerga chiqib ketadi?
o't endi mana bu qon tomirlariga chiqib ketadi. Ya'ni bularni hammasini bilasizlar, devorda, ya'ni har bitta mana shu yerda nima bor? Qon tomirlari bor. Qon tomiriga o't endi suriladi. O't nima qilyapti? O't qon tomiriga surilib, ya'ni qonga surilib ketar ekan. Tushundingmi? Ya'ni o'tni tarkibini bir eslasanglar, o'sha narsalar hammasi qayerga o'tib ketib qolyapti? Mana bu demak qonga o'tib ketib qolyapti. Bu narsani biz o't agar qonga o'tib ketib qolsa, bu narsani biz xolalemiya deymiz. Xolalemiya. Xolalemiya bo'lar ekan. Tushundingmi? Bu yerda endi yana qanaqa kasallik bo'lishi mumkin? Pankreatik o'sma bo'lishi mumkin. Oshqozon osti bezi nima daxli bor hozir bu yerda? Masalan, hozir mana bu toshlarni gaplashib o'tdik. Toshlarni aytdik, uchirib yuborsak bo'ladi buni. Toshlarni gaplashdik. Mana buni tushunib turamiz, hal qilib berar ekan. Endi pankreasda nima farqi bor? Pankreasda nima kerak bor desak, pankreas agar raki bo'lsa, agar shunaqa rak rivojlansa, bu pankreas mana bilasizlar, pankreas bo'lsa nima qiladi? Mana bu o't yo'lini qisib qo'yadi. O'sma o'sib, o't yo'lini nima qilar ekan? O't yo'lini aynan qisib qo'yar ekan, kompressiya qilib qo'yar ekanda, natijada o't dimlanib qoladimi? O't dimlanib qolsa, demak bu yerdagi narsa yana qonga o'tib ketadi, yana o'sha xolalemiya bo'ladi. Tushundingmi? Yoki xolangiokarsinoma degan kasallik bor. Xolangiokarsinoma endi mana bu o't qopida emas yoki mana bu xolidoqda emas gap. Endi mana bu jigar ichidagi o't yo'llarida buzilish bo'ladi. Ya'ni jigar ichidagi o't yo'llarida dimlanish bo'ladi. Tushundingmi? Mana bu jigar desak, chizamiz endi. Mana bu jigar desak, u yerda o't yo'llari bor. Mana o't yo'llari bor. Kichik o't yo'llari bor. O'sha o't yo'llarida zarlanish bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda dimlanish bo'lib qolyapti. Bular keyinchalik birlashardida mana o't. Keyin jigardan chiqayotgan nima va bu yerdan o'sha o't qopini yo'li chiqib ketardi. Endi mana shu yerda zarlanish mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni nimadir sababli mana shu yerda nima bo'ladi? Zarlanish. Xolangiokarsinomada mana shu yerda zarlanish bo'lib, o't dimlanib qoladi. O't dimlanib qolsa, endi bog'lanmagan bilirubin nima qila olmaydi? O't orqali chiqib keta olmaydi. Natijada o't ham ichakka tushmaydi va natijada nima bo'ladi bunda? Yoki jigar rakida ham nima bo'ladi? Mana bu kompressiyalar hisobiga bo'ladi va qonga o'tib ketib qoladi. Xolalemiya bo'ladi. Tushundingmi? Demak, bu hozir gaplashib o'tdik. Endi hozir sizlar bilan laborator analizlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni laborator analizlarda qonda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Qonda qanaqa o'zgarish bo'lyapti bizda? Xo'p. Demak, qonda bizda hozir bu mexanik sariqlik deganimizda sababi shu. Ya'ni mexanik to'silish bo'lyapti. Ya'ni nima bo'lyapti? Masalan, tosh tiqilishi hisobiga yoki kompressiya hisobiga yoki yana masalan rak bo'lsa, rak hisobiga nima bo'lyapti? Aynan o't dimlanib qolyapti. Mexanik to'siq bo'lyapti. Shuning uchun ham buni mexanik sariqlik deyishgan boshida. Ya'ni boshida mana shuni topishgan. Hali genetik kasalliklar topishdan oldin, ya'ni hozirgi aytgan mana bu kasalliklar topishdan oldin, Dabin-Johnson rotorlar topishdan oldin shunaqa birinchi mana shuni topishganda, shuning uchun mexanik sariqlik bo'ladi deyapmiz. Bunda ham nima bo'lyapti laborator analizda? Bunda demak, umumiy bilirubin ortyapti. Umumiy bilirubin ortyapti, lekin bu yerda endi umumiy bilirubin ortyapti, lekin bog'lanmagan bilirubin konsentratsiyasi yo norma bo'ladi yoki ortgan bo'ladi. E'tibor bering. Nimaga ortgan bo'lishi mumkin? Sababi mana bu o't dimlanib qolsa, sirazu qonga surilib ketmaydi baribir. O't dimlanib, jigarda ichida ham dimlanib, jigarda ham zararlab qo'yadi-da. Ya'ni gepatitis o'lsa, ularda demak bog'langan ichiga kiraman degan bog'lanmagan bilirubin ham qonga o'tib ketib qoladi. Shuning uchun ham bog'lanmagan bilirubin ortishi mumkin deyapmiz. Agar shunaqa jigar zararlangan bo'lsa, mana shu ortgan bo'ladi. Va bog'langanchi, ya'ni bog'langan bilirubin konsentratsiyasi bu yerda juda ham ortgan bo'ladi mana. Tushundingmi? Bog'langan konsentratsiyasi ortgan bo'ladi. Va qonda urobilinogen bormi? Yo'q, urobilinogen. Nimaga? Sababi o't tarkibida nima bo'lardi? O't tarkibi mana bu yerda mana bunday bo'lib tushardi ichakka. Ichakda urobilinogen hosil bo'lardi, to'g'rimi? Hozir ichakka tushmayapti-yu. O't. Shuning uchun urobilinogen nima bo'ladi? Urobilinogen konsentratsiyasi kam yoki umuman yo'q bo'ladi. Tushundingmi? ALT astalar konsentratsiyasi ortadimi? Da, ortadi. Chunki baribir jigarda nima qiladi? Mana bu o't dimlangandan keyin deyapmiz, jigarda zararlaydi deyapmiz. Shuning uchun ALT asta ortadi. Lekin bunda oldingi parenximatoz nimani ko'rdik? Parenximatoz sariqlik ko'rdik. Unda ham ALT asta ortadi. Farqi nimada desa,
bu yerda nisbatan kamroq ortadi. U yerda nisbatan ko'proq ortadi. Chunki u yerda zararlanish asosan gepatatitda bo'lyapti. Xo'p, endi alkalin fosfataza va gamma glutamin transferazalar konsentratsiyasi ortadimi? Bular ham konsentratsiyasi ortib ketadi. Sababi uddimlangandan keyin mana bu yerda uddimlansa, ular devorlarni zararlaydi. Mana bu yerdagi epiteliyatslarda bosim hisobiga, ya'ni uddimlanib qolsa, tasavvur qiling, bu yerda hujayralar bu tirik narsa-yu, tirik narsani bosib ezib qo'yib o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun ham bular o'lgandan keyin mana bu yerdagi epiteliyatslar o'lgandan keyin bularda demak ichidagi narsalar qonga chiqib ketadi. Ichidagi narsa alkalin fosfataza va gamma glutamin transferaza bo'lyapti va ular konsentratsiyasi ham ortadi. Shunday. Endi najasda va siydikda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Xo'p, najasda o'zgarishi nima bo'ladi? Najasda rangi qanaqa bo'ladi? Najasda rangi oqarish, ya'ni najasda rangi aynan rangsiz holatga kelib qoladi. Ya'ni sterkobilinagen bormi? Sterkobilinagen konsentratsiyasi yo'q, umuman konsentratsiyasi past. Va bizda shuning uchun buni nima deyshadi? Buni aholik deyshadi. Aholik najas deyshadi. Aholik najas. Ya'ni nima yo'q? Najas tarkibida najasga o't kirmayapti. Ya'ni o'tli narsalar kirmayapti. O't pigmenti yo'q. Shuning uchun aholik deyapti. Va bizda o'sha siydikda analizda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Siydikda analizda endi bog'lanmagan bilirubin bormi? Yo'q, bog'lanmagan bilirubin umuman chiqmasdi. Qaysi sariqlik bo'lmasin, normada ham umuman chiqmaydi. Shuning uchun endi bu yerda bog'langan bilirubin konsentratsiyasi qonda ortgani uchun bu ham siydikda ortib ketadi. Siydik yanada qoraygan, e'tibor bering, siydik yanada qoraygan va urobilinagen konsentratsiyasi yo'q. Sababi bizda nima yo'q? Ichakka tushmayapti bilirubin. Ichakka tushmasa bu yo'q, bu ham yo'q bo'lib qoladi. Tushundingmi? Do'stlar, yana sizlarga bu yerda qiziq demak tablitsalar keltirilgan, ya'ni sariqliklarni bir-biridan farqlashlaringda, umuman tushunishlaringda yordam beradigan. Bugunchalik shular edi. Qandaydir xato yoki kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Barcha rahmat, salomat bo'linglar.